Abdurahmon unga "Ha, to'g'ri" dedi va qo'lidagi sovutni tashlab yubordi. Umayya ibn Halaf Abdurahmon ibn Af raziyallohu anhuning asiri bo'lgach shunday dedi: "Ey Abdul Iloh, orangizdagi ko'ksiga tuyaqushning patini qistirib olgan odam kim?" U Hamza ibn Abdul Muttalib deb javob berdi. Umayya Bilolni Makka da azoblagan inson edi. Abdurahmon ibn Av: "Ey Bilol, bu mening asirim" dedi. Bilol uni ko'rib qoldi. Bu kufrning boshi Umayya ibn Xalaf-ku. Uni tirik qolishiga yo'l qo'ymayman. Ey Allohning yordamchilari, ana kufrning boshi Umayya ibn Xalaf. Abdurahmon ibn Av shunday dedi: "O'zingni qutqar, hech kim senga yordam bera olmaydi. Alloh haqqi, men ham senga yordam bera olmayman." Abdurahmon ibn Av yana shunday dedi: "Alloh Bilolga rahm qilsin. Sovutlarim ham ketdi, asirim ham o'ldirildi." Madina, hijratning 5-yili. Yana bashariyat sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini davom ettiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni masjidda to'planganlaridan so'ng ularga: "Ogoh bo'ling. Kim menga mushriklarning holidan xabar olib kelsa, qiyomat kuni men bilan birga turadi" dedilar. Rasululloh istayotgan topshiriq xavf-xatarga to'la edi. U zot bir kishini mushriklar qarorgohiga borib, kechagi kuchli shamol, yomg'ir va bo'rondan keyin ularning ahvoli qay daraja ekanligini bilib kelish uchun jo'natmoqchi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkinchi marta: "Ogoh bo'ling. Kim dushmanning ahvoli haqida xabar olib kelsa, qiyomat kunida men bilan birga turadi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nigohlarini Huzayfa ibn Yamonga qaratdilar va: "Ey Huzayfa, menga ularning holi haqida xabar olib kel. Mening huzurimga qaytib kelguningcha hech narsa aytma" dedilar. Amringiz bosh ustiga ey Allohning rasuli. Tez orada ishonchli xabar olib kelaman. Huzayfa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning talablariga binoan mushriklarning holidan xabar olish uchun ularning qarorgohi tomon yo'lga chiqdi.